Assalomu alaykum hurmatli Mustang jamoasini kuzatib turgan obunachilarimiz. Bugun 8-mart 2025-yil. Hop, soatiga 100 kilo 150 kilo chiqaradigan granulyatorimiz Gulistonga tayyor bo'ldi. Gulistonlik akamiz zakaz qilgandilar. Pastki zadniy mostli 160 diametrli 4,5 mm da chiqishi mana. Qolanib ketmaydi. Bo'g'da o'zini chiqaryapmiz hozir. Motorimiz 7,5 kW, 1000 оборот, kardanli sistema. Baliq, quyon, tovuq, qo'y, echki. Endi bu asosan universal razmer deyiladi, 4,5 mm imiz. Barcha yo'nalishga tushaveradi, faqatgina jo'ja bilan molga og'ziga to'g'ri kelmaydi. Molniki 6 mm bo'ladi, jo'janiki 2,5-3 mm bo'ladi. Bu razmerimiz universal qilib bering deyishgandi. Baliq, quyon, tovuq boqamiz deyishgan. O'shaning uchun shuni qilib 4,5 mm da razmer qilib berdik. Hop. Chiqarish tezligi soatiga 100 kilo 150 kilo bo'ladi bularda. Hop, ular qizib chiqyapti yemimiz. Hop, qo'lni kuydiryapti. Granulyatorimiz hozirgi kunda narxi $1100. Bundan tashqari arzon variantlarimiz ham bor. Agar kimga kerak bo'lsa, 220 da ishlaydigan, soatiga 50 kilo 60 kilo chiqaradigan 4 kilovatlik granulyatorimiz bor. $600 narxi. Benzinli granulyatorimiz tayyor bo'lyapti, $1200. Soatiga o'sha mana bu ham hozir 100 kilo 150 kilo chiqaradigan 7,5 kilovatlik $1100. 4 kilovatligi bor, 380 dan $650, soatiga 50 kilo 60 kilo chiqaradi bu ham. 200-300 kilo chiqaradiganlar $1700, 500 kiloli 3 ta rollilarimiz ham bor. Soatiga 500 kilo 15 kilovatli bular $2300 bo'ladi bitta. Bundan tashqari 1 tonnaligimiz bor, $3000, 37 kilovat 22 kilovatli bo'ladi. Yemimizni ko'rgan bo'lsalaring, chiroyli plotni chiqyapti. Qo'lni kuydirishini. Mana yemimiz tutyapti, ko'rayotgan bo'lsalaring. Iloji boricha bu granulyatorga mahsulotni butun holatda solish tavsiya bermayman. Sababi donning ichida har xil tosh, bolt, geyka, sim shunaqa mahsulotlar kelib qolishi mumkin. Iloji boricha granulyatorimizga maydalangan mahsulotlar qolgan yaxshi. Sababi chiqarish tezligi ham o'sha biz aytgan 100 kilo 150 kiloni beradi. Agar butun soladigan bo'lsangiz, chiqarish tezligi 20% kamayib ketadi. Matrisa rolida umri uzoq bo'lishligi uchun ham iloji boricha shu donni maydalab solish kerak. Mana hozir chiqarish tezligi oshyapti. Sababi u o'zidan mayin qiyordi. Agar shu maydalangan mahsulot bo'lganda yana ham tezroq chiqarardi. Shu holatda hozir 100 kilo memalar chiqarib qo'yaveradi soatiga. Endi bunda hashay mahsulotini qo'shib chiqarib ko'ramiz. Hop, hurmatli obunachilar, mana qisqa pauzadan keyin mana shu chiqqan granulamizga 50% hashay mahsulotini qo'shib oldik. Mahsulotimiz tarkibida 50% hashay bor. Mana endi chiqishini ko'ringlar. Mana zangori yem chiqyapti. Bemalol shu bedami, yantoqmi, yer yong'oqqalimi qo'lim qizib ketyapti. Hop. Mana zangori ham. Xohlaganingizcha hashay mahsulotini qo'shib chiqarsangiz bo'ladi. Bemalol o'sha yemimizni chiroyli qilib, uqalanib ketmaydigan qilib. Uzr, qo'lim qizib qo'lim kuydirayotganligi uchun nima qila olmayapman, g'ijimlanmayapman. Chiqib turgan bo'lsa, tutuni ham chiqyapti, ko'rgan bo'lsalaring. Xohlaganingizcha hashay mahsulotini qo'shsangiz bo'ladi. Donni butunligicha solsangiz ham bo'ladi, lekin tavsiya bermaymiz. Iloji boricha maydalangan mahsulot solishingizni tavsiya beramiz. Apparat o'ziga zavodskiy defektiga 1 oy garantiya beramiz, motorini misliga garantiya beramiz. Kelishilgan holatda zavodskiy otmotka motor ham qo'yib beraveramiz. Xitoy motor qo'yilmaydi bu katta 380 larga, faqatgina sovetskiy motor qo'yiladi. 220 larga zavodskiy 220 motor zakaz qilganmiz. O'zida 8 kilovat yozuvli, lekin aslida ichida 4 kilovat motor. Mana shunimiz soatiga 50 kilo 60 kilo chiqaraveradi. Mana hozir ko'rgan bo'lsalaring, chiqarish tezligi yana ham oshib ketyapti.
Xudo xolasa bugun buni Gulistonga chiqarib yuboramiz. Granulyatorga zakaz beradigan bo'lsangiz, 15-20 kunda tayyorlab beramiz. Endi tayyorlari bo'lib qolishi mumkin. Juda kamdan kam holatda asosan zakazga ishlaymiz. Tayyorimiz faqat hozir nalichida 1 tonnaligimiz bor. Boshqa hamma granulyatorlarimiz zakaz. Kimga shunaqa granulyatorlar kerak bo'lsa, Qo'qon shahar 4-avtobazarchidamiz. Nomerlarimiz o'sha. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.